Assalomu alaykum. Diqqat, BBC ko'rsatuvimizning bu galgi soni ichki ishlar organlari haqida. Bugungi ko'rsatuvimizda ukasi ichki ishlar bo'linmasida jon bergan bekobodlik Dilshod Yusupvaliyev tergovdan qoniqmayapti. 4 kishi, 5 kishi bo'lib urgan joyidagi video tasvir ularda yo'q. Ichki ishlar organlari xodimlariga xalq orasida ishonch qanday? Militsiya legalmi? Hamda sobiq ichki ishlar zobiti bilan eksklyuziv suhbat. Ahamiyati yo'q edi. Jinoyat ochish uchun kuch ishlatasizmi yoki Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun O'zbekiston parlamentida qabul qilinganiga bu oy 8 yil to'ladi. U prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan ilk qonunlardan bo'lgan. Bu qonun ichki ishlar organlarining tizim, vakolat hamda majburiyatlarini belgilashdan tashqari inson sha'ni va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimlariga taqiqlaydi. Qonunning 8-moddasida shunday deyilgan: qiynoqlarga solish, zo'ravonlik qilish, boshqa shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsitadigan tarzda muomalada bo'lish ichki ishlar organi xodimiga taqiqlanadi. Ammo oxirgi 4 yilning o'zida ichki ishlar binolaridan kamida bizga ma'lum bo'lgani 13 kishining o'ligi chiqdi. Iyun oyida 43 yoshli bekobodlik Dilmurod Yusupvaliyev bu mudhish ro'yxatni to'ldirdi. Yusupvaliyev o'z ukasiga sudda o'qilgan hukmdan norozi bo'lishi ortidan ichki ishlar bo'linmasiga olib borilgan va u yerda jon bergandi. Uning bir necha xodim tomonidan urib o'ldirilganini da'vo qilayotgan akasi Dilshod Yusupvaliyev go'yoki ukasining o'limiga sababchi xodimlar hali ham ishlab yurganini aytadi. Bir videoni yo'llabsiz, u videoda siz bir ichki ishlar xodimi bilan ko'chada gaplashyapsiz. Ya'ni meni tanidingmi deb so'rayapsiz. Bu kishi sizni fikringizcha aynan o'sha ukangizni tepkilashda, urushda qatnash